Assalomu alaykum. Mashinani yig'ib bo'ldik. Qo'ldan kelgancha yuvdik. Mana pavoskasi ketmadi. Bilmayman, mendan oldin nima bu skорее qanaqadir rang berib qolingan. Полностью yuvildi. Oxirgisida o'zimda kraska bor edi. Paroglarni kraskalamasa bo'lmas edi. Kraskalab oldim. Juda ham qirilib ketgan edi. Sideniya заводской qilib chiqarildi полностью. Patalon endi kamerada yaxshi ko'rmaydi. Pataloni полностью tushirildi. Ichida hidi o'zgardi, lekin podozrение bu hidi anaqa bo'ldi. Suxoy tumanniki bo'ldi. Hozir endi ichida однотонный hid bo'ldi-da, endi полный ximiyadan keyin shunaqa bo'ladi. Podozrение o'sha ximiyadan anaqadan bo'ldi. Suxoy tumandan. Слишком ko'p жирный urib olishgan shekilli. Xizmatli bo'lsa bemalol aloqadamiz. Kстати, motorini ham просто chay berildi. Mayli, bonusimizga dedi. O'zi motorni uncha yuvmayman. Iltimos qilishuvdi. Berdik. Всем удачи. Всем отличного дня. Charchamayman.